Nihoyat mana bu ulkan binolarga keldik. Mana Makkani soati ko'rindi. Demak, to'g'ri topib keldik. Borasa endi bu yoqqa chiqarroqqa o'chirib qo'yaman. Hamma menimcha endi yig'ilyapti bu yerga. Shunaqa joy. Issiq zo'r, issiq. Issiq nihoyatda zo'r. Biz hozir kız tarafından kirishni belgilab olamiz menimcha. Tushundim, hozir bu tarafda, narigi tarafda menimcha o'tkazib avtobuslar turadigan joy. Biz menimcha mana yaqinroq prime o'ziga Makkani o'ziga tushadigan joydan keldik. Bunlar shunaqa gaplar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bugun mana juma kunlari hammamizga muborak bo'lsin. Oilaviy baxt, sog'lik, salomatlik, tinchlik xotirjamlikda bo'lsin hammamizga. Yaxshi kunlar, yaxshi niyatlarimiz amalga oshishni nasib qilsin. Salomat bo'lasizlar. Biz mana hozir ichkariga kirib keldik. Endi namozdan hozirroq vaqtimiz bor. Issiqda yurib qiyin. Bu yerga endi ichkariga qani bir bilaylik qani bu yerda ichkaridamikin masjidi yoki tashqarida o'qiymizmi? Buni ham hozir bilamiz. Lekin bu yerda bunaqangi issiqni g'azib men bir tarafga o'tdim, nimagadir. Endi ichkariga qancha yaqinlashib sari quyosh bor, lekin issiqlikni sezmayapman. Mana qandaydir bir salqinroq, qandaydir bir boshqa mutadil ob-havoni kuzatyapmiz. Mana bu Baytullohning namoz o'qiydigan joylari. Allohga shukr. Joy ertaroq ba'zi boshi ertaroq kelish kerak. Odam juda ko'p. Bu yerda ayollar joylashayapti. Dayanlar joya halınca tolmaptı. Kanı boraverlikçi. Tekrar joya. Bir takısım tol derlekin. Bir takısım. Şimdi hazır. Bizde imkan nasip eden joya vardır. Cemaat bilen baribir o'qish kerak. Buni namozi. Bir joyga mana shu tarafga
Bitamaz. Sam narrağdan şöyle kulağımız. Şu şeyden alırsın. Köy takım olamaz. Ben şu şeyde okuyayım. Ana bugün cuma namazını ada kıldık. Allah'a emanet selamlar olsun. Benim böyle aldığımız hafta erkeklerdi joyu. Benim de sigayım gitken politsiya nimanidir aytib beryapti. Qayga chiqish kerakligini. Menimcha shunday. Tepa kısımları ben var. Boya yanımda tepa kısımda nimaga alır joy yo'q ekan. Joy bor u endi. Qanaqadir shu tiqilishga borgim kelmadi. Pastda ham bir ko'ray, pastda balkim sanjab bo'lsa kerak deb turib pastga tushdim. Pastda lekin joy bor ekan. Allohga shukr. Jamoat bilan o'qishga muyassar bo'ldik. Hop, endi kelgan joyda topib olishimiz kerak. Mana bu bo'lim ko'p endi bu yerda, bo'limlarimiz ko'p. Xo'sh. Endi asosiy mehmonxonaga qaytamiz. Hop, tashqari eshiklar taqib olamiz, bizni qamashtiradigan darajada yorqin ekan. Hoş. Yani şu zamzam suyundan içip alış gerek. Zamzam suyundan içip alış gerek. Şunun için belki nima deydi? Hem şifa beradi. Endi buni alimroqdan topish kerak, qilish kerak. Men yozuvda bunaqa yozuvda ko'rmadim, bilmayman nimagadir. Qani vaqt ham qarayotgan, bo'lmasa birontasini olib ko'ramiz. Yaxtay bo'lsa endi nima qilsa ekan. Yo'llarga balkim issiqlarni bitta olib olamizmi? Xo'sh. Endi issiq mana zamzam suvida ichirdik. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat. Mana. Bismillah. Oh, yaxtay ekan. Yaxtay ham endi bizga bo'lmaydi. O'zim ham sezuvdim, mana gold deb yozilgani shu esda qoldi. Gold degani bo'lsa, o'sha allomaq bo'lar ekan. Endi yaxtay bu. Yaxtay. Endi bu to'kib yormayman, chunki tabarruk suv. Buni endi issiguncha sabr qilamiz. Bu yerda menimcha tahorat
joylari, taqaloqlaydigan joylar. Bular endi bir joyda o'qidim. 20 metr joyda Zamzam. Kabaning Kabadan 20 metr masofada Zamzam qudug'i o'sha yerda joylashgan. 20 masofada chiqqan deb qaysi bir joyda o'qigandek bo'ldim. Endi buni balkim noto'g'ri bo'lsa o'zlaringiz kommentariyada yozib qo'yasizlar. Xo'sh. Bari buraya qani qayerga yetib bor ekanmiz. Ichkaridan ko'ra bu yoq yaxshi. Umuman juda issiq ekan bu tashqari. Hali ketadigan darajada o'zimizda saraton qanday bo'ladi, saraton. Xuddi shunday jazirama yoki konditsioner bilan chiqqandan keyin shunday tuyularmi ekan. Birdaniga havo birdaniga yuzga urdi. Issiq. Endi hamma endi masjiddan chiqdi. Biz onu göremiyorum ben. Nasıl yapacağımı sen ayarlayacaksın. Ketishda endi avtobusda ketaman. Avtobus joyiga. Har yarim soatda avtobus qatnaydi adashmasam. Şeyim yanından gel. Solu gelsenize bu taraftan çıkın. Menimcha Arabiston, Arabiston va Afrikadan lekin bular menimcha Afrikadan. Bugun mana yurtdoshlarimizdan bugun juma namozida ishtirok etdi. Hammalaringizga mana juma muborak bo'lsin yana bir bora. دوروا حتى النوم هيك هذوك اللي فيها Menimcha sovuq vaqt kelyapti Zamzam lekin. Zamzam. Aha.